Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun ko'p klientlarimizdan savol tushyapti YouTubedan, Instagram kanallardan amortizator bo'yicha, yumshoq amortizator bo'yicha. Mana yumshoq amortizatorlarimiz. Hozir shu amortizator temasida ko'p ustalar ham masalan amortizator qo'yapti. Mersanli blok qo'yapti, boshqa narsa qo'yapti. Mashinani yumshatish uchun. Bu amortizatorlar biz qo'yadiganimiz mana shu amortizator O'zbekiston bo'yicha hozir danli moment bizda bu. Mana shu amortizator. Bu amortizatordan boshqasi hali sotgani yo'q. Bu zakazga faqat o'zimiz zakaz qildirib zavodga olib keltiryapmiz. Mana Xitoy Cherry emblema logotipi bilan. Shuning uchun biz nima mashinaga qo'ysak, videolar bilan qo'yapmiz, ko'rsatamiz klientlarga. Xudo xohlasa kelsa mana ancha mashinaga qo'ydik. Hammasida effekt zo'r. Amortizatorlar hech qanaqa perkachka emas, hammasi yangi. Orqa amortizatorlarimiz tugagan. Orqa amortizator tugagani sababiga hozir mana old amortizatorlarimiz danli moment nalichda bor. Agar kimga kerak bo'lsa, telefon qilib kelaverasizlar. Xohlasangiz Mersanli blok qo'yaman desangiz qo'yib beramiz. Lekin amortizatorlar mana shunaqa yangi amortizatorlar qo'yiladi. Mягкий komfort amortizator bu. O'zinikiga o'xshagan jostki bo'lmaydi. Keyin hech qanaqa Captiva, Mercedes amortizator cheriga qo'yib bo'lmaydi. U tushmaydi. Shuning uchun yaxshilab o'ylab, keyin ishlaringizni qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.